Otabek Rahmatov, injiq, ziqna va pessimist. Sunnatulla G'ulomov, quvnoq, sahiy va optimist. Ikki xil fe'l-atvor, ikki xil dunyoqarash, lekin jamoa bitta. Ular qanday voqealarni boshdan kechirishadi? Birgalikda ko'ramiz. Ozib-yozib bozorga olma olgani tushdim deng. Chiroyli qilib terib qo'yilganini qarang. Biri qizil, biri yashil, bay, ishtahani qitqlaydi-ya. Lekin narxi o'ylaganimdan ancha baland ekan. 15 ming, 20 ming, 30 ming so'm. Bo'ladigani qancha deyishga ham tilaylanmaydi. Bu mahalliy mahsulotmi yo xorijnikimi desam, o'zimizni bog'dan deb kulib turgan sotuvchiga qarab battar jahlim chiqadi. Menimcha, quruq qo'l bilan qaytaman-o. Ey. Ha, tinchlikmi? Qimmat, hamma narsa qimmat. Narx-navo osmonga chiqib ketibdi. Qish mavsumi bo'lgandan keyin shunday bo'ladi-da, do'stim. O'zi oladiganingiz 2 kilo olmaydi. Namcha ziqnasiz? 2 kilo olmay ham endi juda qimmatda do'stim. To'g'ri, sizga qimmatli qiladi, to'g'ri. Bitta menga emas, hammaga qimmatli qiladi. Bir daqiqa. Juda qimmat. Labay, ha, do'stim. Aha. 5 ming? Zo'r-ku. Chirigi yo'qmi ishqilib? Mana chirig, nimani chirigi? Bir vaqt topib o'tarman. Raqamini tashlab qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p. Yana qo'ng'iroq qilaman. Salomat bo'ling. Nimani 5000 so'm deyapti? Qo'ying, nech pul ekan olma ichkari. Olmani qo'ying, olmani qimmatligi aniq. Men bilaman olmaning narxini qimmatligini. Nima haqida gapiryapti u yoqda? Nimani kilosi 5000 so'm? Ochig'i bu ham olma haqida gapirdi. 5000 ekan, lekin siz baribir bormaysiz. Nimaga bormayman? Qayoqda ekan o'sha olma? 5000 so'mlik olma qayoqda ekan? Parkentda. 5000 so'mdan olma. Chiriganlari yo'q, chiroyli. Shunday deyapti? Borib kelaylik do'stim shu yerga. Menga sherik bo'lib borib kelaylik. O'tgan safar Chinozga borganimizda 30 litr benzinni quydirib olib, bor yo'g'i 50-60 kilometr nariyoqqa borib kelmoqchi emasman. Qo'ying. Bu mashinada ketmaymiz, benzin ham quyib bermaysiz. Men mashinalar gaplashaman, katta mashinada maza qilib aylanib, tog'li joylarda. Orzulari bir olam-ku. Menga yoqyapti, Yuring, ertalabdan hal qilaman hammasini. Yo'q, ertaga emas, bugun. Bugun? 1 soatdan keyin meni ishim bor, zarur ishim bor. Ana shuni hal qilaman va to'g'ri Parkentga yo'l olamiz. 1 soatda amallaymiz. Bo'l. Mana shu yerda ko'rishaylik, 1 soatda chiqib ketamiz. Ishlarni hal qiling. Yuring. Kelishdik. Shu yerda ko'rishamiz deganda vaqt ham bo'libdi. Bir betayin bo'ldi-da bu. Yo'q joydan sayohatni amalga oshiramiz deb. Voy bola, avvaki dondan yeb, bizni aravada bir sayr qilib kelmaysanmi? Sayr qilaman. Katta mashina deb o'zimiz televideniyani mashinasini gaplashibsiz-ku. Ha? Mana hech qanaqangi benzin ham quymaysiz, boshqa narsaga boshingizni ham og'ritmaysiz. Faqat o'tirasiz, men bilan borib sayr qilib kelasiz. Haqiqiy ishni ko'zini biladigan bo'lasiz-da. Albatta bu mashinaning kattaligini qarang, kattaligini. Bir dunyo olma yuklab kelamiz do'stim, bir dunyo. Arzonroq bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdan 5000 dan olib kelib, bu yerda qimmatroq ham sotsak bo'ladi. Pishsiz. Ham tijorat, ham sayohat. Juda ko'p mahsulot ketadi bu. Albatta. Demak, yo'l-yo'laga ko'rsatuv ham tasvirga olamiz demoqchisizda, ha? Endi televideniyani mashinasi bo'lgandan keyin texnika ham bor. Bir quyon bilan, bir o'q bilan ikkita quyonni urib kelamizmi? Ishbilarmonsiz. Qoyil. Xo'p, vaqtni yo'qotmasdan o'tiring, ketdik. Bormaydi. Tekin mashina bo'lsa, bu ham boradi. Qani ketdik. Parkent.
Mazkur tumanga 1926-yilda asos solingan bo'lib, Toshkent shahridan 47 kilometr uzoqlikda joylashgan. Olmas qanday bilmayman u, lekin Parkent uzumining do'rig'i 7 iqlimga yoyilgan. Mashinani ichi issiq ekan-a? Gapirmang, ancha isib qoldi. Mana bu sharflarimni ham yechib qo'ysam bo'laverar-a? Albatta. Ana qanday sayohatimiz qanday bo'lyapti? Nima, qanday fikrdasiz? Hozir bir narsa deyish qiyin. Bu yakunda ma'lum. Ha, mana bu so'mkalarni qayerdan oldingiz 1 soat ichida? Uydan. Sayohatga tayyorgarliksiz chiqib bo'lmaydi. Uni ustiga tog'li hududga ketyapmiz, do'stim. Shuning uchun arzimagan mana qalpoq, qo'lqop deganday. Tayyorgarliklar juda avjida-ku. Albatta, o'rganing, siz sayohatlarga endi chiqishni boshladingiz. Bundan keyin tayyorgarlik ko'rishingizni tavsiya qilaman. Va tomoshabinlarimizga ham aytib o'tishimiz kerakki, mabodo tog'li hududga, ayni qish chillasida yoki qish faslida yo'l oladigan bo'lsangiz, albatta tayyorgarlikni unutmang. Qalin kiyining, qo'lqop, qalpoq oling. To'g'rimi? Bilgan. Men bilan yursangiz, kam bo'lmaysiz. Ishonavering. Do'stim, menga qarang. Ana bu olma sotadiganlarga bir qo'ng'iroq qo'ying. U bu joyga chiqib ketib qolishmasin yana. Shundan shu yoqqa ovora bo'lib borib kelmaylik. Ya, to'xtang. U hozir ozgina erta ularga qo'ng'iroq qilishimga. Nega? Nima? Hozir to'g'ri borib olmani olib qaytmoqchiman. Ha, mana kelyapmiz, olmani olamiz, qaytamiz. Bekorlarni aytibsiz. Shundan shu yoqqa kelib tog' havosidan bahramand bo'lmasak va aylanmasak bu nima degan gap? Boy o'zingiz aytdingiz-ku, sayohat ham tijorat. Mana sayohat, mashinani ichida sayohat qilib, atroflarni tomosha qilib, manzaralarni ko'rib ketyapmiz, olmani olamiz, qaytaylik. Yo, men bunga rozi bo'lmayman. Aslo. Bilasizmi, hozir biz Parkent tumanining Kumushkon degan joyga ketyapmiz. U eng so'lim, eng bir bahavo joylardan biri va o'rganishimga qaraganda u yerda ham diqqatga sazovor joylar talaygina. Ana shu yerlarni ko'ramiz, sayohat qilamiz. Shu sayohatni juda xush ko'rishingiz mana shunaqa joylarda bilinadi-da. Qayerga borsangiz nimadir ko'rib ketay deysiz, ha? Ishni hal qilib qaytaylik desam, yo'q, sayohat. Qo'ying. Elni keng qiling. Voy, somonlarmi bular? Mashina hamma joyda, somon hamma joyda beda-ku, ha? Ha, shunday. Shopir aka, shu chetroqda sal to'xtab keting. Nima qilamiz to'xtab bu yerda? Aka, to'xtab keting, bir ish bor. Tinib-tinchimagan bolasizda. Yuring. Yuring, bir somon qo'lida. Yuring, ko'rib ko'raylik. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sonlar yaxshimi? Tinchmisiz? Somonlarja chiroyli-ku, ha? Somonni zo'ri o'zimizda. Voy, yaxshi-ku. Bu yoqda mana bedalar ham bor ekan. Nech pul somon? Somon 12.000 so'm. Voy, beda nech pul? 22.000 so'm. Nega buncha qimmat bu? Qimmat emas, arzon, dehqonchilik. Dehqonchilik bo'lsa uni kelishtirib berasizmi yoki yo'q? Kelishtirib beramiz. Nech pul qilib kelishtirib berasiz? Nega berasiz o'zi? Qo'yga bermoqchiman. Qo'y somon yemaydi-yu. Qo'yamoqchiman deb turibman-da. Oldin qo'yni oling bo'lmasam. Qo'y somon yemaydimi? Qo'y somon yemaydi, bedadan yeydi-ku. Ko'rdingiz? Ya men shunday qo'y topaman, aka somon yediraman. Nima bersam shuni yeydigan qo'y olaman. Yo'q, kelishtirib beramiz. Buni qanchadan berasiz? Bir 4 minglardan berasizmi? Mayli, xudo xohlasa, kelishib olsak beramiz. Siz agar hozir rozi bo'lib qolsangiz, bu bir mashinani ortib ketadi 4 mingdan oldin aytib qo'y. Do'stimiz ziqnalik odati bor.
Rostdan beraverasizmi 4 mingdan? Ya 4 ming bo'lmaydi-ku. Ha, nech puldan berasiz? Ayting-da siz, mana bo'ladigan joyni. 11,5 ming qilib beramiz. Ya qo'ying, 11,5 ming qimmat aka. O'zingiz nech puldan olgansiz? Dehqonchilik masterja? 10 ming so'm olganman. Qani? O'zingiz ham qimmat olgan ekansiz-da. O'zi qimmatda. Bir naryoqlarni ko'raylikchi, yuringchi. Mayli aylanib ko'ringlar-chi. Somon. Bug'doy poyasi shunday ataladi. Chorva mollariga to'yimli ozuqa, lo'mboz va suvoqda foydalaniladigan sifatli mahsulot. Keldik endi bu olma sotadigan joyga o'xshamaydi hamku bu. Yo'q, olma sotadigan yer emas bu. Bu sayyohlar ko'p keladigan bir manzil. Ya'ni quyosh sandoni atrofini qarang, qor bilan qoplangan. Voy, o shapkalar ham ovoqsiz-ku. Qalbni rosa ish beradigan bo'ldi. Tushing. Ya, qo'ying, tushkum ham kelmayapti. Issiqqina mashinada o'tirib tura qolaman undan. O'sha qolsachi nozlanmasdan. Sayohat deb. Bo'ling. Vaqt ketyapti. Bo'la qoling. Kutib qolishda. O'zi bu yerda bir tomosha qiladigan narsa bormi? Avval kiraylik, keyin ko'ramiz. Bo'ling. Ket. Hoppa. Quyosh sandoni. Mazkur qurilma uchun dengiz sathidan 1100 metr balandlikdagi joy tanlangan. Muhandislikning shoh asarini ko'rishga qiziqish yuqori. Ilgari hech kim kiritilmasdi. Ilmiy turizmni rivojlantirish maqsadida yopiq eshiklar hamma uchun ochildi. Assalomu alaykum. Hormang. Rahmat. Assalomu alaykum. Juda ham g'aroyib manzil ekan. Albatta. Bu yerda asosan katta quyosh qurilmasi joylashgan. Bunaqa kattalikdagi quyosh qurilmalari dunyoda ikkitagina xolos. Bittasi Fransiyada Adiya shahrida bo'lsa, mana ikkinchisi mana shu yerda Tianshan tog'i yonbag'rida Parkin tumanida qurilgan. Dunyodagi ikkita joydan bittasimi bu? Albatta. Qana ko'rdingizmi, qanday joyga olib keldim sizni? Bu qandil juda g'aroyib ekan-ku, ha? Albatta. Bu tepamizdagi qandil quyosh gimni deb ataladi. Bu rassomimiz Irina Lipinaga taalluqli. Bu kishi asli Pribaltikadan Toshkentga kelib ko'p vaqtlar yashaganlar, ijod qilganlar, asosan shishalar bilan ular ilmiy ishlar yaratganlar. Ularning yaratgan lyustralari, chiroyli chiroqlari o'sha san'at asari sifatida Toshkent metropolitenini, hatto Toshkent telebashniyasini hamda mana shu Matrashov institutini bezab turadi. Hop, bu nechinchi yil yasalgan bu? Bu 80-yillarning o'rtasida qurilgan quyosh gimni deb ataluvchi lyustra. 80-yildan beri o'zgartirilmagan bo'lsa, demak bu bunga teng keladigan boshqa lyustra yasalmabdi-da, demak. Haqiqatda bu unikal lyustra hisoblanadi. Yagona nusxada aynan bizning obyekt uchun yasalgan. Odatda qandillar binoning markaziga joylashtiriladi, lekin bu sal chetroqda. Nega? E'tibor berib qarasangiz, quyoshning aksini biz cheksizlikkacha takrorlanib ketgan aksini ko'ramiz. Xuddi shu tasvirni bu tarafdan ham ko'rish mumkin. Bu degani, agar biz 10 minglab kuzgilarni olib ularni quyoshga qaratsak, har bir kuzgida quyoshning aksi hosil bo'ladi. Ularni bir joyga yig'adigan bo'lsak, katta yoritilganlik olish mumkin. Vazni ham chakan emas shekilli. Albatta, bu 3,5 tonna chiqadi. Ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka, yana qiziqarliroq nima bor? Bir muzey nomiga mos, muzey nomiga xos bo'lgan bir shunday eksponatlarni ko'rsatingki, men qiziqib qolay shu yerga kelganimga afsuslanmay. Marhamat. Bo'lmasa biz katta quyosh qurilmasining maketidan boshlay qolaylik. Marhamat. Mana bu katta quyosh qurilmasini maketi. Katta quyosh qurilmasi deganimizda biz asosan 3 ta asosiy qismdan iborat bo'lgan kompleksni nazarda tutamiz. Bu birinchisi geostatlar maydoni. Mana bu yaltirab turgan kuzgularni biz geostatlar deymiz. Ular quyoshga qarab harakatlanib turadi.
va o'z yuzasiga tushgan quyosh nurlarini paraboloid konsentratorga yo'naltiradi. Xo'p, konsentrator nima qiladi keyin? Konsentrator boya aytgandek o'z nomiga yarasha katta quyosh qurilmasi bo'lgani uchun dunyodagi eng katta konsentrator hisoblanadi. Balandligi 20 etajli binoni balandligiga to'g'ri keladi. Eniga 54 metr. Umumiy yuzasi 2000 kvadrat metr bo'ladi. Va butun yuzasiga tushgan quyosh nurlarini o'zining fokus maydonida, texnologik minoraning oldida mujassamlashtiradi. Va ishlash jarayonida xuddi shunaqa bo'ladiki, xuddi quyoshni yerga tushirib qo'ygandek bo'ladi. Texnologik bu binoda ham pechmi, nimadir o'sha quyosh nurini qayta ishlovchimi, vositami, nimadir bor u yerda. Albatta. Quyosh nurlari hammasi yig'ilganidan keyin bu yerda quyosh nurlarini boshqa turdagi energiyaga aylantirib beruvchi qurilmalar bor. Bu quyosh nuridan biz issiq energiya olamiz. Quyosh nuridan biz qiyin eriydigan materiallarni eritamiz. Hatto quyosh nuridan biz lazer nurlar olamizki, ular metallarni ishlov berishga imkon beradi. Kichkinagina mana bu oynachamiz, u yerda 50 kvadrat metr bo'lgan katta kuzgudan iborat. Yo'qda kichkina ko'rinayotgan narsa o'zi aslida katta bir narsa. Hozir borib ko'ramiz, hammasiga o'z ko'zimiz bilan guvoh bo'lamiz. Yo'ldosh aka, maketda kichkina ko'ringani bilan hajmlari katta ekan-ku bularda o'zi aslida. Albatta. Bu yoqda ko'rgan kichkinagina oynachamiz aslida 50 kvadrat metrlik ko'zgudan yasalgan paneldan iborat. Bu 50 kvadrat metrlik yuzalar quyoshni qaytarib bu yoqqa to'g'rilab beradi-da. Bunaqadan umumiy soni 62 ta gilastatimiz bor va ular shaxmat tartibida 8 ta etajga joylashgan. Ular egallagan maydon 3000 kvadrat metr tashkil qiladi. Endi quyosh o'zini o'rnini o'zgartirib turadi. O'zgartirib turadi. Ular ham o'zgartirib turadimi yo shunday qotirilgan? Albatta. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana gilastatlar markazida quyosh datchiklari bor. Ular avtomatik ravishda bu gilastatlarni quyosh yuzasiga qaratib va harakati bo'ylab harakatlantirib turadi. Tabiati juda chiroyli ekan. Quyoshga boy joylar ekan. Geliostat quyoshning harakatiga qarab kelayotgan nurlarni doimiy ravishda bir maromda yo'naltirish uchun oynani burishga mo'ljallangan qurilma. Undan qaytayotgan nur hatto yog'ochni yondirishga qodir. Ana shunaqa. Sandon so'ziga ozgina izoh To'ppa-to'p. Endi sandonda odatda issiqlik manbai bo'ladi. Bu ko'mir bo'ladi, o'tin bo'lishi mumkin. Bu yerda ham juda yuqori harorat olishi mumkin, lekin bu quyosh energiyasi yordamida bo'ladi. Aslida qurilmamiz katta quyosh qurilmasi deb ataladi yoki katta quyosh sandoni desak ham bo'ladi. Va yoshlarning innovatsion poligoni ham bor ekan bu yerda, to'g'rimi? Albatta. Gap shundaki, mana ko'rib turganingizdek katta quyosh qurilmasi murakkab qurilma bo'lgani uchun hamma davlatlar ham bunaqa qurilmani qurishga qodir emas ekan. Shuning uchun hozirgacha dunyoda ikkitagina bunaqa katta quyosh qurilmasi mavjud. Lekin bu degani quyosh energiyasini ishlatish juda qimmatga tushadi degani emas. Mana yoshlarimizni qurgan kichik quyosh qurilmalarini ko'rishingiz mumkin. Bular yordamida olov yoqmasdan, daraxtlarni kesmasdan, ulardan tutun chiqarmasdan bemalol suv qaynatishimiz mumkin, ovqatlar pishirishimiz mumkin. O'sha ovqat pishiriladigan joylarga bir o'taylikchi, balki kimdir ovqat qilayotgandir. Marhamat. balki Bunda boramiz. tutun chiqmaydi deb. Bu qor har doim shunaqa qalin yog'adimi bu yerlarda? Ya'niki o'sha kuz mavsumidan boshlab toki bahorga doğru shunaqa qor ichida yashaysizlarmi? Yoki bo'lmasam ba'zan erib, hamma yoq toza ham bo'lib turadimi? Albatta. Endi qor hamma vaqtda ham bo'lmaydi, lekin bu yerda hozir turgan joyimiz Tianshan tog' yon bag'ri dengiz sathidan 1100 metr balandlikda. Voy. Endi ob-havoga qarab keladigan bo'lsak, shunaqa yillar bo'ladi, yog'ingarchilik ko'p bo'ladi, qor ko'p bo'ladi, lekin bu yerga quyosh nurlari yaxshi tushgani uchun ana tomonda joylar maydonlarimizda qor ko'p turib qolmaydi. Ular quyosh nurlari hisobiga tezda erib ketadi.
Mana biz hozir innovatsion poligonda turibmiz. Bu yerda bizlarning yosh olimlarimizning qilgan soddagina, uncha qimmat bo'lmaydigan quyosh qurilmalarini ko'rishingiz mumkin. Gap shundaki, mana 1 metrlik quyosh konsentratori quyosh nurlarini o'zini fokusga yiqqanida quyosh dog'ining o'lchami bor yo'g'i 1 santimetr bo'ladi xolos. Lekin u yerda 1000 gradusdan yuqori temperatura olish mumkin. Hozir shularni yoqib biron narsa pishirib ko'rsak bo'ladimi? Hech bo'lmasa choy qaynatib ichish mumkinmi hozir? Quyosh bo'lganida albatta buni namoyish qilib ko'rsatish mumkin. Ozgina kechga qolibmiz. Ko'pchilik qiziqadigan bir savol, bular aslida quyosh batareyasini vazifasini ham bajarib bera oladimi? Yoki agar bajarib bera olmasa, nima uchun? Gap shundaki, quyosh batareyalari quyosh nurlari hisobiga elektr energiya ishlab chiqaradi. Bizda quyosh nurlarini o'zini yig'ib, juda katta yorug'lik oqimini olamiz. Keyin bu yorug'lik oqimini biz issiq energiyaga aylantirish mumkin. Quyosh kollektorlarini oladigan bo'lsak, ular odatda 100 gradus yoki suvni qaynatishgacha qurib yetadigan bo'lsa, bu yerda biz 3000 gradusgacha harorat olishimiz mumkin. Demak, u bilan buni vazifasi butkul boshqa. Hatto batareyalarimiz elektr energiya olib beradi, biz esa quyosh nurlarini bir joyga mujassamlashtirib, keyin uni bir necha turdagi energiyalarga aylantirishimiz mumkin. Lekin sizga havasim keldi, bilasizmi nimaga? Nimaga? Mana shunday ajoyib go'zal manzarani o'rtasida ishlar ekansiz. Pastni qarang. Shunday qishloq yaqqol ko'rinib turibdi. Tog'larni qarang, tog'larni. Mana ko'rib turgan qishlog'ingiz bu quyosh shaharchasi deyiladi. Bu yerda asosan katta quyosh qurilmasida xizmat qiladigan meteorologik institutda ishlaydigan ishchi xodimlar yashashadi. Sizni uyingiz yerdan ko'rinadimi? Ha, ko'rinib turadi. Qani uyingiz? O'rtada joylashgan. Nur chiqib turgan. Endi yo'ldosh aka, mana shu tepalikka ham bir chiqib ko'rsak bo'ladimi? O'sha yerlarni ko'rsak, bir tomosha qilsak. Tepalikdan qo'rqmaysiz? Tepalikdan qo'rqmayman, lift bo'lsa chiqaveraman. Qani ko'raylikchi. Voy, nima bo'ldi? Lift to'xtadi, nima bo'lardi? Chiroqroq yoqinglar. Qayerdamiz o'zi? Liftda? Qayerda? Liftdaligimizni bilyapman. Nechinchi qavatdamiz? Aniq emas, lift qanaqadir o'rtasida to'xtab qoldi. Shu yerlarda qolib ketmasak bo'ldi. Sayohat deysiz. Tinchgina olmani olib uyga ketayotgan bo'lardik. Mana sizga sayohat. Sayohatni qo'ya turing. U sizga nima bor edi bu yerga kelib olma olishga? Hech xavotir olmanglar. Mana bugun yakshanba. Liftyorimiz dushanba kuni obeddan keyin keladi. Eshitdingizmi? Hazil kashak ekan aka. Hazillashayotganga o'xshamayaptilar lekin. Bir narsa qilaylik, oching chiqaylik. Men olma olib ketishim kerak. Olim, mana shu oyog'imdan zax o'tib ketdi. Qani o'sha yerda. Ana. Buni sochildi ikkitada. Qani. Nima qilish kerak buni? Tortish kerakmi? Itarish kerakmi? Ha, bu o'rtada qolib ketibmiz-ku biz. Ochinglar. Olma olib keta olmaysiz menimcha. Ochinglar. Yo'ldosh aka. Zindondan tayladingiz. Zindonni kaliti kimda? Ana! Voy. Vaqtlaroq biz xursand bo'ldik. Tushda lekin o'zimiz piyoda tushib kela qolamiz yaxshi. Ayi. Chiroq o'chmayapti asosiysi. Voy, yorug'lik. Qanqarash o'rtasida biz hozir. Ha, 6-qavatdamiz. Aziz do'stlar, biz hozir quyosh sandonidamiz. Quyosh sandoni o'sha eng yuqori qavatiga chiqmoqchi bo'lganimizda o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Liftda qamalib qoldik. Sunnatullani sayohatni sevishi munosabati bilan bu voqealarni ham boshimizdan o'tkazdik. Hozir endi 6-qavatida turibmiz. Bunaqa vaziyatga menimcha hech kim tushmagan bo'lsa kerak. Bu yerga ko'pchilik kelgan bo'lishi mumkin, lekin hammalari o'sha liftda chiqib tushishgan. Bizda endi bunaqangi favqulodda holat bo'ldi va shu yerda o'zidagi ko'rinish ham, shu yerdagi o'zi manzara ham juda odamni aqlini lol qilyapti. Chiroyli ekan, haqiqatan chiroyli. Chiroyli narsani tan ham olish kerak, rostdan chiroyli. Endi yuqoriga chiqamiz yo'ldosh aka. Shundan shaqqa 40 daqiqa o'yladik, to'g'ri endi. Boradigan joylarimiz hali bisyor. Tepadan nimadirlar tushyapti. Holatlar ro'y bermoqda bu yoqda. Qani tezroq yuqoriga ko'tarilaylik, vaqtni boy bermasdan.
Oy ichkaridan yurib bo'lmaydimi aka, bu tashqaridan yurishimizni qarang. Yapsizmi? Qolib ketdingiz-ku. Nechinchi qavatga chiqdik? Bilishimcha 9. 9? Ha. Yana nechta qavat bor? 3 ta. 3 ta qavat. Bo'ling. Ya 40 ga chidab, 41 ga chidamaysizmi? Ketganda bo'ling. Tepadan tushdi. Vah. Uni ham o'ziga yarasha gashti bor ekan. Bo'ling. Yozda chiqib aylanib tushadigan joy ekan. Qishda lekin qiyinroq ekan. Haqiqatda ham yozda ayniqsa Toshkentda 40-45 gradus issiq bo'lganda bu yerda 8-10 daraja pastroq bo'ladi. Mayin shamol esib turadi. Salqin. Bu yerda keyingi vaqtda ilmiy turizmni bu yerda shakllantirishga ruxsat berishdi. Juda ham baland. Nima qilyapsiz? Mana buni qarang, juda ham ajoyib ekan. Hozir kallangizga pop etib qor tushadi, keyin bilasiz ajoyibligini. Yuring. Faqat yomon narsalar haqida o'ylaysiz-a, do'stim? Yanglishmasam mana shu uy qani tushib ko'raylikchi. Mana shu uymikan? Ha, shu uy. Yanglishmasam qani chaqiraylikchi. Maysor opa? Maysor opa. Biror sog' bormi bu yerda o'zi? Ha, qani. Kiraveraylikchi. Tepada bo'lsa kerak kimdir. Yo'qda uy bor ekan-ku, qani. Maysor opa. Juda ham sovuq-a? Hovligini qo'ying. Tog'li hududlarda uylarda joylashganini qarang. Ha, juda ajoyib. Kim o'ylabdi deysiz? Olma izlab shu yergacha kelishimiz. Maysor opa? Voy, kelinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar yigitlar. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Rahmat. Rahmat, Allohga shukr. Siz bilan qo'ng'iroqlashgandik, olma bor deb aytgandingiz. Ha, ertalab qo'ng'iroq qilgansizlarmi deylar? Bizdek. Shuncha kechga qolibsizlar, qishloq joy sovuq, muzlama hamma yoq. Ko'rmaysizmi? Endi bir sayohat qilib keldik, yo'l-yo'lakay. Diqqatga sazovor joylarga ham kirishga to'g'ri keldi. Aybga buyurmaysiz? Hech qisi yo'q. Bo'lib turadi. Qani bizni olmani ko'rsating, olma bormi? Olmani ko'rsating. Qayerda olmamiz? Ha, olmalar bor mana, olma shu yerda hammasi. Qani? Qayerda? Qani yuringlarcha olmani ko'ringlar. Arzon olma bor deb eshitib Parkentgacha keldik. Bir naql bo'lardi. Tentakka to'y-tepa nima degan gap degan. Hozir to'y-tepa ham yo'q, Nurafshonga o'zgartirildi, lekin yangi maqol o'ylab topdim o'zimcha. Olma arzon desa, Parkentgacha yugurib boradi. Parkent emas, mana tog'li Kumushkonga yetib keldinglar sizlar. Parkentdan qolib ketdi Parkentdan. Qani ko'rinmayapti olma. Men podvalga tushishim qiyin. Men olma saqlaydigan joyga tusha olmayman. Yerto'laga tushish kerakmi? Yerto'laga tushib endi shunda olib chiqib kelasizlar-da. Menda shu. Mana men. Qani ko'ringchi. Mana yerto'laga tushsangiz, ikkita eshik bor deyshadi-ku, mana naql bilan boshladikmi chiroyli qilib. Qizil eshikdan kirib, qizil olmani ko'tarib chiqasiz-da. Ko'lingizga yoqsa, oqini ham olib kelaverasiz. Qani ko'raylikchi. Qani imkoniyatingizni ko'raylik, qancha yashikni ko'tara olar ekansiz. Siz aytayotgan olma shumi? Ha, mana olmani. Bular aytgan, siz izlagan olma mana shu nazarimda 5 yulduzli olmalar. 5 yulduz olma bular. Voy, buni chiroyliligiga qarang. Narxi qancha edi? Toza havoda bo'lgan olma o'ziga yarasha narxda bo'ladi. Do'stim bilan qo'ng'iroqlashganimda 5000 so'mlik olma bor deganda. Ana shu aytgan olmalari shumi? Shu olmalar mana 5000 so'm siz ko'rsangiz ko'rgulik.
O'siz yarashgulik olmalarda. Siz bob ekanmi? Ha, men bobda juda. Buni yana biroz arzon qilib bermaysizmi? Endi arzon qilib beray desam, to'g'ri kelmaydi. Yo'q deb narxiga turib olsam, mehmonsizlar. Mardlikni qarang, mardlikni. Ana, bu olmalarni olamiz. Bir yash kam emasmi? Buni tortib ko'ramiz hozir, qancha chiqishini ko'raylik. Keyin olma Serob akani ko'rdik, u yoqda ko'p ekan. O'zimizga keragini olamiz. Hisob-kitobni ekalamiz qilamiz. Yuring. Aha, meni chetlashtirib qo'yishdi bir pasda. Qo'yil. Juda uddaburon yigitda bu. Olma. Olma mevalar ichida eng foydalisi hisoblanadi. U saraton xastaligidan himoya qilib, yurak-qon tomir kasalliklarini oldini oladi. Agar narxi hamyonbop bo'lsa, har kuni iste'mol qilgan ma'qul. Xolos, mana olmalarni oldim. Endi biz ketaylik, bizga ruxsat bering endi. Pulini bermaysizmi? Indamay ketaverasizmi? Kelishdik-ku narxini endi. Narxini kelishdik. Men siz bilan hisob-kitob qilaman deb biroz adashibman. Pulim mashinada qolibdi. Sunnatilla, to'lab tura qoling. Pas, shundan shu yoqqa kelib arzon olmani topib bergandan keyin yana pulni ham to'laymanmi? Nega past? Mashinada beraman hozir. Hisob-kitob qiling, hisob-kitob qiling. Xolajon, mana kattakon rahmat, endi biz qaytaylik. Ya, darrov qaytib ketasizlarmi? Shahardan shunday joyga chiqib kelibsizlar, toza havo, Kumushkonday joyga kelibsizlar, mehmon uylarini ko'rib, havolada dam olib ketmaysizlarmi? Ajoyib taklif, albatta. Bu yer adashmasam turizm qishlog'i degan maqomga ega O'tgan yili turizm qishlog'i deb nomlandi mana. Uy mehmonxonalarimiz ko'p. Oilaviy uy mehmonxonalari bormi yaqin atrofda? Yaqin atrofda 3-4 uy narida bor, chiroyli joylarimiz bor. Xudo xolasa mana o'zimiz ham mehmon uylari qilamiz. Keyingisida keyin ovora qilmaymiz, o'zimiznikini ko'rsatamiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ochiq taklifingiz juda ham yoqdi. Agar bizga ana shu xonadonni ko'rsatib yuborsangiz, jon deb kirib o'tamiz. Bemalol ko'rsatib boraman-da. Turizm qishlog'i. 50 ta mehmon uyi, agro, etno, milliy taomlar, hunarmandlar hamda san'atkorlar qishlog'i jamlangan hududga turizm qishlog'i maqomi beriladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Issiqqina ekan. Maysor opaga oilaviy mehmon uylari bormi desak, mana shu yerni ko'rsatdilar. Bostirib kelaverdik. Qalpoqni etsak ham bo'ladi. Bir endi mehmon uyingiz bilan tanishtirsangiz bizni. Qani, bir boshdan boshlaymiz. Oshxonasi, anaqa mehmon uyini, hamma gaz, svet, anaqalar bor. Bu tabiatni tabiat bilan uyg'un. Tabiatning bir parchasini olib kelib shu yerga joylashtirganmiz. Nechta to'tiqush bor? 4 ta bor. Tuxum ham beradimi? Endi xudo o'zi bahorda sekin o'sha kunlasigan. Qovurib yesa ham bo'lar. Ayy, bu yoqda yiringlar, kiringlar bu yoqqa. Poli ham issiq ekan. Ha, bu tupli polda. Ayniqsa zaxda yurib kelgandan keyin yaqqol sezilyapti. Ajoyib bo'lyapti. Mana shu yerga qalpog'imni qo'yib qo'yaman. Bu sehrli qalpoq. Hech kim tegmasin. Bu kiradigan zalimiz ekan. Zal deydimi, hol deydimi? Odamlar kelganda shu yerda o'tirib, kutib olib, bir pas televizor ko'rib, orom oladigan joylar. Joy, internet, hamma narsa. Qulayliklar hammasi bor. Internet, issiq suv, sovuq suv, bu gazlar, chiroq masalalari hammasi bor. Xullas kelayotgan mehmon ko'ngli to'lib, hamma qulayliklardan bahramand bo'lib ketar. Yana keladigan bo'lib keladi. Ajoyib. Bilishimcha, oilaviy mehmon uyi 2 xil uslubda faoliyat yuritadi. Ya'ni Yevropa uslubida va milliy uslubda. Bu qanday tipga kiradi? Yevropa. Endi sal milliydan qo'shilgan, Yevropadan ko'paytirilgan. Yevropa bilan milliy aralash usul uyg'un bo'lgan ekan-da. Necha xonadan iborat? Bir xonalarni ham ko'zdan kechiraylik. Bu xonamiz bolalarga mo'ljallangan xona. Oilaviy kelganda farzandlarni bu yerga joylashtirish mumkin. 2 ta yosh bola sig'ar ekan bu yoqqa. 2 ta yosh bola. Bu yerda shu yuvinish xonasi. Bu yerda esa spalni. Yotoqxona.
yotoqxonalari. Hudud ham katta, ham ikkinchi qavati ham bor-ku nazarimda. Ikkinchi qavat ham bor, u hozir remont. Ta'mirlash ishlari ketyapti. U ham tayyorlanyapti. U ham tayyorlanyapti. Hozir qor, daraxtlar va orasida kichkinagina mo'jazgina uycha turganini ko'rdim. Umuman olganda oilaviy mehmon uylarini ko'p qismiga, ya'ni ko'pchiligiga kirmoqchi edik. Afsuski, bugungi kun o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Qosh qoraygani uchun faqatgina mana shu yer bilan chegaralanishga majburmiz va aytib o'tishimiz kerak, bu yerda elektr toki va gazdan muammo bormi yo'q? Muammo umuman yo'q. Chet ellik mehmonlarni ham olib kelish yo'lga qo'yilganmi? Yo'lga qo'yilgan, endi mana karantin bo'lgandan keyin pandemiya sharoiti sababli bu sal to'xtab turibdi endi, xudo xolasa. Bu yilgi kelasi kelayotgan yoz oylarida chet ellik mehmonlar hammasi tashrif buyuradi. Endi birpas anerga chiqib o'tiraylik. Mana bola bilan suhbatlashaylik. Bir yaxshi bir ovqat qilib bersin. Qornimiz ham to'lib ketdi. Tushlik ham qilganimiz yo'q-de. Ha, tushlik ham. Sizni dastingizdan. Nega meni dastimdan qilar ekan? Olima deb shu yergacha keldingiz-ku. Shoshmay narxini bilganingiz yo'q-ku. Hozir o'sha yerga chiqsak gaplashamiz. Bo'ldi, qani, ketdik. Oilaviy mehmon uyi. Yaroqli turar joy binosiga ega bo'lgan va unda yashovchi xususiy yoki oilaviy tadbirkorlik subyektlari tomonidan ko'rsatiladigan servis xizmatiga ega maskan. Kelinglar. Xona issiq. Uylardagi kiyimlaringiz ham bo'laveradi. Menga shu qulay juda ham sovuq o'tib ketibdi. Humoyun, bu yerda yozda kelganda cho'milish uchun hovuz bormi? Bor, basseyn bor. Yozda kelganda. Kattagina basseyn bo'lsa, anchagina katta. Juda ham qulayliklari ko'p ekan, Otabek. Va bu yerda oilaviy mehmon uylari soni nechta? Ya'ni qo'ni-qo'shnilar degandek. Endi ko'prog'i hozircha ko'proq, endi ular ham ko'payishyapti oldingiga qaraganda. Rivojlanish bor. Endi mayli qo'shnilarni qo'ying. Mana shu mehmon uyini narxi bizni qiziqtiryapti. Narxi qanaqa uylarning narxlari, Navolari endi o'zgachaligini bilib turibmiz. O'zi uylardan ham ma'lum bo'lib turibdi o'zgachaligi. Nech pul aytish kerak uni shartta. Endi oilalar uchun asosan shu 700 mingdan boshlanadi, 700 ming so'mdan. 8-9 endi misol uchun har yili kelgan klientlarga chegirmasi bor. Yaxshi ekan-ku, ajoyib ekan. Shu yerlarda birpas dam olib ketsak bo'lmaydimi? Yo'q, Otabek qaytadigan vaqtimiz bo'ldi do'stim. Men oshga harakatda boshlayman. Sizlar o'tiringlar. Endi mehmonxonani anaqasini bilinglar. Shart-sharoitini yaxshiroq qilib. Yo, mayli-ku, 700 ming 800. Yo'q, qo'ysa bir kelsanglar kelibsizlarda. Men oshga harakatda boshlayman. O'rchinaman yigitga o'xshaydi. Yo'q-yo'qti. To'xtang, men yordam beraman. Keling. Ey, Otabek. Qola olmaymiz lekin. Qolamiz. Buni qarang. Ziqna ham saxiga aylanadi, yaxshi sayohat bo'lsa va pessimist optimistga. Nachora, menimcha bugun qolamiz-ku. Men shoshmayman, men ham sizlarga yordam beraman.